Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun biz mana shu parkda yurishga kelgandik. Yugurishga ertalabdan baliqchilik musobaqasi bo'layotgan ekanda. 7da shutda chalib boshlashdi, hammasi boshladi o'ylashni. Mana shu ko'l bo'lsa, mana shu hamma atrofida baliqchilik yig'ilib olgan edi. Hozir haligacha mana peshingacha bo'lsa kerak menimcha. Qancha tutib tashab, naryoqda o'lchab kelishyapti, taroziga qo'yib. Kim ko'p baliq tutsa, kilosiga qarab $1200 mukofot berar ekan. 50 ringgit, $12dan $1200 mukofot puli. Mana bu qarmoqlarni ham arendaga beryapti. Bir xil o'zinikini olib kelgan. Mana tutishyapti, mana. Tutilyapti bittasi. O'sha yerdan shu yoqqa tashab, mana tortib ketyapti baliqni. Ja, ajoyib bo'lar ekan manzara. Birinchi marta bunaqa ko'p baliqchilarni ko'rishim. Endi dengizlarga borganda ham ko'rardik, bunaqa ko'p emas edi. Bu endi menimcha bu ko'lda juda ham ko'payib ketdi baliqlar. Shu tozalash maqsadida shuni uyushtirishgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Yani odamlar kelib nonlarni tashab-tashaganda vobshe ko'payib ketdi. Umuman suv ko'rinmasdan hamma yoq baliq bo'lardi. Shunga tozalashyapti shekil. Zo'r tadbir o'ylashibdi lekin. Mana mamtda gostinitsa qurib qo'yishganda parkka bo'yida. Avtobus turistlar kelib shu yerda yashaydi. Ichida hali meditsinskiy obsledovание qiladiganlari ham bor. Ya'ni ayniqsa chol kampirlar Xitoydan ko'p keladi, mana shu parkda aylanishadi. Bu yoq tomonlari park, ko'l bor. Nariyoq tomonda o'rmon. Bu yoq tomon hammasi o'rmon u yoq. 还在下面，它这里是拿到两个鱼竿的弯掉，一开始它有力了。 Kattasini tutaman. Tortinglar, yaqinroq kelinglar. Endi ilib oladi hozir. Qani yaqinroq torting. Endi Xudoga shukr ana. Tutilib, kattagina baliq o'zi ham jiyani-bor. Oy, kattaligini qaranglar. Hadi desam ki ekan o'zi ham. Ana mototsiklchi kelib baliq olib ketishdan tarozilik joyga endi kilosiga qarab bularga qog'ozcha beradi. Musobaqa tugaganda kim qancha ko'p tutgan bo'lsa o'shanga mukofot. Ana tutildi kattasi. Ana yana bittasi tutildi. Ikkita tutishdi kattalardan. Mashalloh. Mana juda ham katta ekan. Voy, kattaligini. Okey, proses ini adalah semula jadi ya. Dari mana-mana ada macam di kolam keli pun kena. Itu sampai dua ikan keli. Pilih. Okey, dan harap anda bersama buka spoon agak padat. Okey, kita mohon. Okey, kita mohon anda semua yang penting anda tak kupau, anda tak bangau. Itu yang kita hendakkan. Okey, supaya anda rasa seronok. Tapi sebenarnya kami nak cari lampam. Mana bu baliqchi qarmoqqa ilinmagan aqlli baliqchi ekan. Mana bu yog'i o'rmon, parkka orqa tomoni. Juda ham zo'r o'rmon.